Allohning eng yomon ko'radigan inson toifasi gapirganda, yurganda, odamlar bilan muomala qilganda, odamlarga nazar solganida maqtanadigan va o'ziga bino qo'yadigan insondir. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan bir hadis bor. Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, bir kishi kiyim kiyib yo'l bo'ylab yuradi. U chiroyli kiyingan, zamonaviy kiyimda yo'l bo'ylab yuradi. Nafsi uni shod qiladi. U o'ziga qarab, naqadar chiroyli kiyinganman, juda go'zalman, bugun naqadar nafis porlayapman deydi. Sochini ham tarakan, ya'ni mukammal bir inson. Alloh uni yer tubiga yutkizib yuboradi. Alloh uni yer tubiga yutkizib yuboradi. Va qiyomat kunigacha u inson yer tubiga botadi va yana ko'tariladi va yana botadi. Toki oxirgi soat kelgunicha, qiyomat kelguniga qadar. Alloh uni barzax olamida shunday jazolaydi. Nega? Chunki Alloh kibrli xulqatvordan va mutakabbir odamlardan rozi bo'lmaydi.